Amerika imkoniyatlaridan voz kechgan namanganlik ayol haqida eshitganmisiz? Qo'zichoqlar gapma-gap gashlaklarda mehmon bo'lib yurgani haqida-chi? Haqiqat to'g'ri eshitdingiz. Qo'zichoqlar aynan gapda o'z egalari bilan mehmon bo'lishgan. Mana 4 talarni yetalab. Mana gapga ketdim, o'rtoqlarim kutib turibdi. Nima qilaylik, o'g'lim ilojim yo'q bilan. Qatab ketolmayman. Qatnashsam oldiga. Kirgizmasa qaytib kelaveraman. Hozir biz esa internetda so'nggi paytlarda juda ham bir mashhur bo'lgan, mana shu voqea mashhur bo'lgan xonadonga keldik. Bu xonadon egasi esa Mukarram opa va biz Mukarram opa bilan yaqindan suhbatlashamiz. Qo'ylaringiz ajoyib, aqlli, jim ketishdi. Xuddi o'rgatib qo'yganlar. Yurishaylar orqamda. Qani ketdik. Gruppada bilan salomlashishimiz. Yaxshimi, charchaman. Mukarram opa, Hov, assalomu alaykum. kelavering. Biz aynan mana shu ayolni qidirib keldik va qaysidir ma'noda bugungi ko'rsatuvimizning hozirgi qahramonimiz mana shu inson. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Nihoyat siz bilan ko'rishganimdan juda ham xursandman. Rahmat, sog' bo'ling. To'g'risini aytadigan bo'lsam, ko'rishga qiziqishim boisi, ya'ni o'sha sizni mashhur qilgan qo'zichoqlar. Internetda juda ham bir muhokamalarga sababchi bo'ldi, chunki bir noan'anaviy tarzdagi bir video tarqaldi-da. O'zimiz ham kutmagandik bunday bo'lib ketishini. Birdaniga shunaqa holat bo'lib ketdi-da. O'zi ta'sirga kim olganida? Ha, mana shu qo'zichoqlar. Mana hozir shundan kirsam chiqishadi birga. Ismlar bor. Lola, Pepe, Chitay, Chayka, shu to'rttalari. Ismi bilan chaqirsa ham qarashadi? Ha, qarashadi. Onani bolalari to'rttasi. O'shanda videoga kim olgan edi? Videoga nabiram olganda, gapga ketayotgan bitta men bo'shidim. Shu bilan bo'ldi. Olib ketishga majbur edim. Ularni sutini rejimda berish kerak. Trendga chiqish ham emasdi maqsad. Gap ham o'tloqda, keng dalada edi. Ha, shu sababli ham qo'zichoqlarni bemalol oldingiz. Shu sababli oldim. O'rtoqlarim men bo'lmasam gap qizimasdi. O'rtog'im kirgizmasa o'zim qaytib kelaveraman deb chiqib ketgan. Ha, ular bilishmaydi. Yo'q, bilishmaydi. O'zlari ham 48 yoshga kirib o'sha kuni kulishdi. Qanaqa kutib olishdi, qanaqa qabul qilishdi qo'zichoqlar bilan kirib kelganingizda? Hammasini olib borsam ham kirgizishaveradi. Chunki edi men muhim edi. Shunaqa biz do'stmiz, ular yordamga ham kelishadi. Qiyin kunlarimda ham yonimda turishdi. Hammalari yaxshi, dugonalarim. Ha, qo'zichoqlaringiz onasi yo'qmi? Yo'q, onasi yo'q. Hozircha o'zim parvarish qilyapman. Ular juda ham aqlli. Qani hozir chaqiraman, qani. Hozir shundan ochsam o'zlari chiqishadi. Kel ola. Keling-chi. Mukarram opa, bular faqat sizni qo'lingizdan sut ichishadimi yoki? Ha, bular ichishadi. Meni qo'limda o'zlari mana shu to'rttalari. Mana bu bittasi qiz, qolganlari 3 tasi o'g'il. Qo'chqorlar. Qo'chqorlar bular. Mana juda yaxshi ko'rishadi meni. O'zim ham yaxshi ko'raman.